Normurod Narzullayev. Tosh kitob. Hamza maqbarasi qoshida. She'rni muallif nomidan Ashurboy Bolqiyev o'qiydi. Tog' boshida xokisor maqbara, tinch uyquda shoir zamon, shoir ruhi, kamyob xotira, hokim bunda e'tiqod, iymon. Oq marmarda o'ynar oppoq nur, quyosh mehri, otash nishona, to'fon bilan o'tdi yosh umr, haqiqatdan so'ylab afsona. Ko'ngil yanglig' ochiq tosh kitob, ko'k maqbara ostonasida, yurak yonmish misoli oftob, inqilobga bitib qasida. Tosh kitob bu shoir dastxati, ko'ngil mulki, oltin varaqlar, varaqlarda mangu olgan tin. Shoir qalbin tinglang varaqlab, tog' boshida xokisor maqbara, tinch uyquda shoir zamon. Siz shoir Normurod Narzullayevning Tosh kitob she'rini tingladingiz. Muallif nomidan matnlarni Ashurboy Bolqiyev o'qidi. Abdullatif Turdialiyev. Hamza Hakimzoda xotirasiga. She'rni muallif nomidan Ashurboy Bolqiyev o'qiydi. Shaftoli gullarin o'ynaydi shamol, sukunat qo'ynida Hamzaning uyi. Safiyaxon aya, Hamza Hakimzoda Niyoziy jiyani. So'ylaydi behol, keltirgan tugunin bir chetga qo'yib. Amakim yonida xorijdan yodgor, bir nay bo'lar edi har sahar palla. Uni qo'llariga olardi takror, uyg'onib ketardi butun mahalla. Keyin viloyatlar, kentlar uyg'ondi, jumhuriyat tushdi kattakon yo'lga. Shoir jaholatning bo'ldi qurboni, endi o'zligini topganida. Endi o'zligini topganda o'lka, baribir toshlarga egmadi bo'yin. Muqaddas inqilob, hurriyat so'zi, butun bir o'lkani uyg'otib qo'yib, mangu uxlayotir shoirning o'zi. Siz shoir Abdullatif Turdialiyevning Hamza Hakimzoda xotirasiga she'rini tingladingiz. Muallif nomidan matnlarni Ashurboy Bolqiyev o'qidi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. 2026-yil 24-fevral